Leksiyimizde davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslahış kemağınız 22 yıl 8. ayın 3. günü. Bu şımı kaşılı peyda kılıvatı da vatandaşı. Temki tüküp aldım benimle. Leksiyimizde davamlaştırmaz. Hürmetlik vatandaş. Endiki mavza. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi. Tayvan'a yetip gelgen şu günü yuqori darajada yoki yuqori talaffuz bilan nutq so'zlab Tayvanning Jungo Kompartiyasiga qarshi turishini qo'lladi. Mavzuli xabar 8 ayning 3 kuni Jungoga nazorat tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi 8 ayning 2 kuni Tayvan'a yetib kelgan shu daqiqada Tayvan'ni qo'llab bayonot e'lon qildi va Amerika matbuotida maqola e'lon qilib, Jungo Kompartiyasi Tayvan'ga va Tayvanning demokratik turmushiga tahdid solayotgan bir chog'da Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l qo'yish turib qarab tura olmaydi. Bayonotda bunday ko'rsatildi. Bu qatimqi ziyorat Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi boshlig'i 25 yildan beri tunji qatam Tayvanni rasmiy ziyorat qilgan bo'lib hisoblanadi. Biz Davlat Majlisining vakillarining Tayvanni ziyorat qilishi Amerikaning eg'ishmay ching turib Tayvanning urg'ib turgan hayotiy kuchga ega demokratiyasini qo'llash to'g'risida bergan va'dalarini xotirlash uchundir. Bizning ziyoratimiz, bizning nayt keng Hindi Tinch okean ziyoratimizning jumladan Singapur, Malayziya, Koreya va Yaponiya qatorliq davlatlarni ziyorat qilishimizning bir qismidir. Diqqat qiladigan muhim nuqtalarimiz o'zaro bexatarlik, iqtisodiy hamkorlik munosabatlarimiz va davlatni demokratiyalashtirishdir. Biz bilan Tayvan rahbarlarining muhokamalarimiz, sheriklarimizni qo'llaydiganligimizni qayta sharhlash hamda o'rtaq manfaatimizni ilgari surish, jumladan echib etilgan erkin Hindi Tinch okeani rayoni qurishni ilgari surishga markazlashidir. Dunyo demokratiya bilan mustabidizmning qaysi birini tanlashga duch kelgan shunday bir paytda Amerikaning Tayvandagi 23 million xalq bilan ittifoqlashadiganligi burunqi har qanday vaqtga solishtirganda texmo muhimdir. Bizning Tayvanni ziyorat qilish umidimiz burun Tayvanni ziyorat qilgan Davlat Majlisi vakillari umidining bir qismidir. 1979 imzo qo'yilgan Tayvan munosabatlari qonuni Amerika Jungo birlashma axboroti va 6 turli kapolatnomani yetakchi qilgan siyosatimiz bilan qaychilashmaydi. Amerika Tayvan bo'g'izning hozirgi holatini o'z oldiga o'zgartmoqchi bo'lgan har qanday urinishlarga qat'iy qarshi turdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi matbuot maqola e'lon qilib, Jungo Kompartiyasiga qarshi turishni qattiq talaffuz bilan ta'kidladi. Takrorlayman vatandoshim. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi matbuot maqola e'lon qilib, Jungo Kompartiyasiga qarshi turishni qattiq talaffuz bilan ta'kidladi. O'xshash bir kunda Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi iddiy fikrlik maqola e'lon qilib, Jungo Kompartiyasi Tayvanga va bu demokratik gavdiga
davamlı tehdit selavatkan bir peytte biz Amerika kol kuyuşturup qarab tura almaymiz dep ta'kidladi. Avam Palata başlığı Nancy Pelosi iddivi fikirlik maqalasiga "Men nima uchun vakillar uyimini boshlab Tayvanni ziyorat qildim" deb mavzu qo'ydi. Davomini anglash vatandoshim.